Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Hozir anglaydiganimiz dangliq yozuvchi Xolida Isroilning Mash'al ko'targan kishilar nomli povesti. Davomi. Tog' xuddi osmondan to'kkida tushib qolgandek yoki yer tagidan usib chiqqandek Eksaqning janubidagi qum tashliq cho'lda sirliq qad ko'tarib turadi. Qorong'u kechalarda, tong saharda va gugun paytida u sukut ichida zaminga nazar selib turgan mo'y sipitga o'xshasa, oydin kechalarda yoki optob qaynagan yoz kunlarida kristaldek yaltirab nur sochadi. Texmi yiroqdan nazar tashlaganda, u xuddi Eksaqdan iborat bu qadimiy yurtning beshidagi o'ttiqatdek ko'rinadi. Tarixdan buyon shig'iltashliq bu yurtda, bu yurt atrofidagi kichik bo'stonliqlarda Uyg'urlarning o'zgacha xarakterga ega bir qavmi yashagan. Bu yurt xalqining eng gavdalik alohidligi jon kezish bo'lsa kerak. Yerining unumsiz qurg'oqligi va qistonchilik ularni boshqalardan tirishchan chidamli qilib yetildirib qolmay, jahon kezib boshqacha tirikchilik yo'li tepishga majbur qilgan. Natijada ular avlod tog' davallardan eshib, cho'l bayovan, dengiz okeanlardan halqib, dunyoning hammali yerida oyoq izlarini qoldirgan. Barg'alla yerida ro'naq tepib, o'z yurtidagidan ko'p yaxshi yashagan. Ammo ular ashu kichikkina tashliq zaminni zat unutib qolmagan. Shunga u yer Uyg'urlar yurtidagi tashqi dunyo bilan aloqasi eng zich, dunyodagi yangiliklar eng oson o'zlashadigan ko'znak bo'lib, butkul Uyg'urlarning tarixiy va taqdiriga ta'sir ko'rsatib kelgan. Tarixda shundoq bo'lgan, bugunmi shundoq bo'lyotdi. 19-asrning oxirlaridan tortib Musobaylar ochgan Husayniya, Habibazada Darul Muallimin maktablari, ma'rifatparvar boylar ochgan va ichivatgan texam ko'plagan maktab xuddi qorong'ulik qo'ynida lavuldab yotgan mash'aldek kishilarni uyg'otib, umidlantirib, texami go'zal manzilga intiltirib. Lekin dunyoda yaxshi, go'zal ishning vujudga chiqmag'i naqadar mushkul. Uning raqiblari naqadar ko'p va razillar. Yurt begining uyidan otliq chiqib kelgan Tursun apandi cho'nqir xiyollarga patgan edi. Uning ko'z oldidan chiroyi g'azabdan qiyshib, soqollari titrab turgan Yunus bek va bagning mehmonxonasida chukruklarni chachirtib so'zlab Husayniyaning o'qitishiga, tantarbiya ishlariga, bo'libmi cho'ng kichik hamma odamning futbol o'ynashiga til ahonat yog'dirayotgan qozi quzzat, ishon ma'zinlar bir-birlab o'tmoqda edi. Ko'nicha madrasalarimizning nemisi yomon, bolalarimizni qo'yning qo'sidek yavash yumshoq, taqvodor musulmon qilib tarbiyalab kelayotgani ashu madrasa emasmi? Fanni darslab dinimizga, Qur'on Karim, hadis, muborakka xilof fatvolarni tarqitib yursa, jahonning ishlari izdan chiqib ketmamdi. Yer deganni Xudoning irodasi bilan bir kala munguzida ko'tarib turadi. Uning nersidagi ishlarni bir Xudoyimning o'zi biladi. Jadid apandilar yer yumaloq, to'pqa o'xshaydi, to'xtamay cho'rgilab turadi deb dars o'tganidek. Agar ular degandek bo'lsa, mavu piyoladagi choy nemishqa midirlamaydi. Tursun apandi qandaqcha yumaloq ketmay bizning yenimizda baxuduk o'ltira olaydi. Bir obdan bolalarimizni tag'mi-tag, baqma-baq chaptirib yurib, yavoylashtirib bu apandilar. Eliqi parangning shayton to'pi hamma yerni qaplab ketdi. Nega qarshi shu? Kimning og'ziga qarshi shuning gapi? Hatto xotin xatlarmi chatdi qolmadi.
Balalar xalpatlarning gepini emas, ota-onalarning gepini olmaydigan bo'lib ketdi. Emrullah Begni xeyli o'ngliq odam deb yursak, uşaq balalarni boshlab Taş mescidning yenidagi qumliqqa miltiq doğrusu kömib portiltib, yanar taq mushundaq portlaydi deb yuribdi. Canning ishlari Xudoning irodasi bilan bo'lamdi, yo Emrullah apandining irodasi bo'yicha bo'lamdi? Sizlar deb baqsizlar Tursun apandi. Sizlar cho'ng yerlarda o'qigan, cho'ng ishlarni ko'rgan odam. Bizning yurtdagi bu ishlar qalaymaqanchilik, dahriylik bo'lmaydimi? Bu işlarni do'tay oliylari anglab qoladigan bo'lsa-ku, ko'rgiligi bor bu apandilarni. Egiz papaq, aq ko'nglak ustiga badaniga chippida keladigan xo'rmirang to'n kiygan Tursun apandi, yo'g'an sallilik, par-puri to'nliq, yo'g'an qo'rsoq qozi quzatlarning orasida chaqqan xushbichim ko'rinadi. O bir qishini sal egiz ko'tarib, nepiz lavlarning burchigida so'sqina kulimsiragan peti ularning qaynashlarini anglab o'ltirdi. O ularga buningdan 430 yillar ilgari paranglarining Italiya degan yerida diniy o'limolar bilan bir olim o'tirsida dal mushundaq munozirlarning bo'lganligini, Kopernik isimli bu olim yer shari quyoshni markaz qilib aylanadigan odatdagi bir planeta degan qarshida ching turganligi uchun umrvoyat nazarband ichida yashab o'lib ketganlik. Uningdan keyin o'tgan olim Galileyningmi Kopernik ta'limotini yoqlaganligi tufayli Kopernik bilan o'xshash qismatga duchor bo'lganlik. 1600-yili Giordano Bruno isimli bir olimning Kopernik ta'limotini tashviq qilganligi tufayli Rim maydonida o't ko'ydirib o'ldirilganlik. Lekin bu nazarband va ko'ydirib o'ldirilishlar bilan ilmiy yakun yo'qolmayli qolmasdan bulutlarni yerib o'tgan quyosh nuridek chaqnab, insonlarning dunyoni bilishini va insoniyat madaniyatini zo'r bir qadam olg'a ilgirlatganligini deb bergis keldi. Ammo u ularning chiroyiga bir-birlab nazar silib, bu niyatidan yondi. Oshko'zlik, ta'ma ve nadonlarca mənmənlik qaplagan bu çıraylar onun rayını qaytırgan edi. Ular sözle parğanda o aldırmay gep başladı. Her qaysıları yurtumuzning mötüverleri, kattilari. Her qaysıları keç gündüz puhranın, yurtning g'emini yeyişidilar. Her qaysılarının nasihat, ta'limlariga amal qilmay haddimiz emas. Çoxum amal qilamiz. Lekin bizmi har qaysilarining ikki eg'iz gapimizni anglab qo'yishlarini o'tinamiz. Har qaysilari aqtaqqa chiqib baqqan bo'lishlari mumkin. Tog'dan pastga qarasaq, bizning bu eksaq aliqanchilikli ko'rinadi. Uningga atrofidagi qayroq, baysoq, taqut, yo'lchilarni qo'shqandimi, hatto butkul otush, Qashqarni qo'shqandimi, u yanala alaqanchilik yurt. Dunyoda tağının nerisida tağ, yurtning nerisida yurt, daryoning nerisida daryo, hatto qatma-qat dengiz okeanlar bor. Aşu tağlarning, dengiz okeanlarning nerisida hisobsiz nurg'un odam bor. Aşu odamlar ne ishlarni qilyotdi. Ajoyib yo'g'on durbun, teleskoplarni yasab, yulduzlarning sirini ichiyotdi. Yer ostidan xilma-xil boyliqlarni qiyziyotdi. Mashina, aeroplan, paraxod, poyezdlarni kashf qilib, 6 oylik yo'lni bir kunda besiyotdi. Ular buni ilm-fanga, ma'arifga tayinib qilyotdi. Ular yaratgan ilm-fan natijalariga ko'z yumg'ali, shak keltirgili bo'lmas. Biz mushu yurtdan chiqmay o'ltirib elib, akan qarag'ay hammadan katta deb jahondagi hamma ish, hamma yer bir qelibda deb qarasak bo'lmas. Merhum Abduqadir Damollam bu Xarayi Sharifning o'limalaridan usuli jadid vojib degan fatvoni ilib kelmadimi?
Yurtimizdan chiqqan Musa Hacim va uning o'g'illari chet ellarni ko'rib, yurtni o'ylab, xalqimning ko'zi ochilsin, jaholatda qolmasin deb Husayniyani barpo qilmadimi? Endi tantarbiyaga kelsak, usuli jadid aqliy tarbiya bilan badan tarbiyasiga eng e'tibor beradi. Badan chiniqtirganda ruhiy va jismoniy illatlardan xoli bo'lg'udi bo'ladi. Jo'shqinroq va sog'lom badansiz hech qanday ishni vujudga chiqarg'ili bo'lmas. Har qaysilarimiz bolalarimizni, dehqonlarimizning ruhidagi jo'shqinlikni ko'rib-atadiganlar. Peyqirning qarashicha bu yomon ish emas. Biz xalqni suvga o'xshatsak, to'xtam suv chirindi bilan to'lgan o'lik suvdir. Eqib turgan jo'shqin suvlar sap, toza va tirik suv hisoblanadi. Bu vajidan olganda badan chiniqtirganning nemisi yomon. U nima sababdan har qaysi zoti muboraklarimizning ko'ziga sig'may qoldi-ki? Yurt cho'nglari bir pas bir-biriga qarashib, jim bo'lishib ketdi. Keyin o'zaro kusurlashib, demiqini qiqib, gallarini qirib, tushma-tushdan so'z boshlashdi. Tirsin apandim, sizlarning deganlarini bizmi bilamiz? U yerlarga bormasaqmi, borganlardan anglab turyapmiz. Lekin ular kim? Biz kim? Bizning dinimizmi, o'rib-odatimizmi, tutgan yo'limizmi ularnikiga o'xshamaydi. Shuncha yildan buyon biz ularsizmi yashab, yo'lni 10 minib keldik. Endi bugunga kelganda haqni do'rayman deb o'ngda tushmayli yana. Bu olamning ishlariga bekoyib ketkichiligim yo'q. Xudoyim bizga bu dunyolikni bermagandan keyin biz haq namozimizni o'qib, shariat yo'lini tutib, singan nonni yeb, tinch o'tsak bo'larmikin? U dunyo debla mushkunga qolgan haq biz. Undaq bo'lsa, Xudoyim bizni bu dunyoga, moshundaq go'zal, boy, bayashat bir zimin ustiga nima deb yaratdi? Yaratquchi, men degan gaplarni mush yerda qo'yib, har qaysilarga muhim bir xabarni yetkazay. Bahovuddin Hojim chet ellardagi ziyoratini oxirlashtirib, pat arda yurtga yetib kelgidek. Hojim kelsig'u qarab turmas, lekin biz hozir toza üzükçülük ichida turavatimiz. Balalarimiz qiynalib qolmasa bo'ladi. Har qaysilarga ayon bo'lganidek, yaqindan buyon maktabimizda o'qiydiganlar hassilab ko'paydi. Xarajat bo'lsa, yana burunqidek. Shunga har qaysilarini jamoat iskolatidan beriladigan yordamni muvofiq ko'paytib bersa degan umidda biz. Bo'lsa, javobini hozir elib ketsam. Yurt cho'nglari yana bir navbat jim bo'lib ketishdi. Bu jimjitlik xeyli uzoq so'zildi. Ularning ra'yiga bo'lsa, xarajatni ko'paytirish emas, balki faqatli bergisi yo'q edi. Ammo Bahovuddin Hojim rostini kelib qolsa, u kishiga yuz kelgili bo'lmaydi-da. U degan undaq odam emas, dunyoning yerimi to'naydigan katta boy. Hele o Qashqardagi cho'nglar ekan, o'lkalardimi uningga o'rt-pört deyilmaydi. Ashundoq bir odamga hojatim tushmaydi deb hech kim aytolmaydi. Bahovuddin Hojimning nomi tilga elinishi bilanla hamma noroziliklar qaynab turgan qozonga suv qo'yilgandek besiqib qolmay, xarajat ishimi hal bo'ldi. Tirsin apandi deydiganlarini deb maqsadi hal bo'lgandan keyin ularni o'ngchi qoldirib, o'zra so'rab qaytib chiqdi. Tünügün atçılar əvətgən kişidin Bahovuddin bayının yurtqa keladiganlik xabarini anlığandan tartib, Tursun əpəndinin köңlida illiq bir sezim, bir xushluq paydo bo'ldi. Ayni yilları Bahovuddin bay mushu yurtliq 10 necha balani Turkiyaga o'qishga yo'lga soladigan chaqda uning beshini silab, peshonasidan so'ygandimi, uning köңlida ashundoq illiq sezim, xushluq paydo bo'lgan edi. O çağlarda Bahovuddin bay yaş, qavul edi.
məxməldək qoyuq qapqara qaşlarının quyruqi beshidagi egiz pachoqning ichiga qadar so'zilgan bo'lib, o'tdek chaqnab turadigan ko'zlaridan, kishiga samimiy illiq beqishlaridan, gap so'zlaridan bir xil oq ko'ngillik, mehribonlik chiqib turadi. U "Balalarim, tirishib o'qib, yurtimiz, xalqimizga keraklik hamma narsani o'rganib elinglar. Biz sizlarni to'rt ko'zimiz bilan kutamiz. Otish xalqi sizlarni to'rt ko'zi bilan kutadi" degan edi. U bir ketgancha Turkiyada 10 yil turib qoldi. Dastlabda qisqa kurslarda, keyin oliy bilim yurti Sultonamda o'qidi. Bu jarayonda Bahovuddin Boyi topilgandek o'zi yurtimizga keraklik deb qaragan hamma narsani, hisob, til adabiyot, tarix, coğrafiya, rasm, muzika, astronomiya, hisobot boshqarishni, turkchani emas, ingliz, fransuz tillarini o'rgandi. Tantarbiya, top turlarining hammasiga mohir bo'lib yetishdi. Oxir vaqti soati kelib vatanga qaytadigan chog'da Turkiyada tonishgan, aralashgan do'stlari, xizmatdoshlari uningga chidamay qolishdi. "Hay Sid, ashu chat qaloq yerga sendek odam bekor ketsin" deb afsuslanishdi. Uni katta xizmatlarga tonishtirishdi. Ammo u ashu bilim mahoratlarini yurti, xalqi uchun o'rgangan edi. U o'rganganlarining birini qoldirmay yurti va xalqiga taqdim qilish kerak edi. Shuncha yildan beri u bu aqidasini amalga oshirish uchun ko'yib pishdi. Har yan chopdi. Kechani kunduzga ulab ishladi. Uvalchilik, haqorat, ziyonkashliklarga uchirgandimi? Hayoti xavf ostida qolgandimi? O'z yo'lidan aslo tavrinib qolmadi. U ma'arifning ma'nilik, ulug' ish ekanligiga chindan ishonadi. Ma'arif bilan o'z yurtinimi o'zgarta oladiganligiga ko'zi yetadi. Shunga o'z taqdirini, barliq orzu-armanini, baxt va azobini Hüseyniye'nin ishlari bilan birlashtirib etgan edi. Hüseyniye haqiqatan bir mash'alga o'xshaydi. U jaholat, nadonlik qoplagan bu zamanda necha avlod ma'rifat tarqatquchilarining jonni jonga olab, qo'ldan qo'lga yetkazishi bilan 40 yil yondi. Har qitim osmonni qora bulut qoplab, dahshatlik bo'ron chapqida ko'tarilganda, u suslab uchib qilish girdobiga berib qolsa-mu, bo'ron to'xtab, suzuk osmon yuz ochganda teximi yolqinchadi, lovuldab ulg'aydi. Tursun Efendi beshini ko'tirib jiroqlarga, egiz sag'uy taraklarining nerisidagi shig'il tashliq cho'llarga, hayvatlik oq taqqa qaradi. Uning ko'zlariga oq taq cho'qqisida rostinla bir mash'al lovuldab yinayotgandek. Mash'alning orqasida nurg'un dehqon bolasi tixmi bo'lib olg'a intilib turgandek ko'rindi. Ularning hammasining bir qo'lida qalam, bir qo'lida to'p bor edi. Qalam ularni ilm o'rganishga undasa, to'p ularda g'urur va ishonchni. Her bir kishi ko'pchilik uchun, ko'pchilik her bir kishi uchun deydigan jangovar birlikni yetildirgan edi. Tursun Efendi orqa tarafidan chepib kelayotgan otning tuyoq tebishini anglab sagaklashdi. Bir qitim ko'p kunduzda ashundoq bir otliq orqa tarafidan kelib, uni cho'moq bilan urib yiqitmoqchi bo'lgan. Әні шуныңдан кейін o yalğız vaqtlarida ətrafidagi şəblərdən hoşyar turadigan bo'lib qolgan edi. O yo'lning chetigarak chiqib kelavatgan atliqqa yo'l berdi. Atliq tez kelavatadi. O yaqinlab kelib, "Tinchamonliqmi molla aka? Men sendan ansirab bagning uyiga borsam, seni ketdi deyishdi. Kayningdan oldirab yetib kelishim" degandala Tursun Efendi kayniga qarab kulimsiradi. O mushu kentlik Musa Palvan degan yigit edi. Ular 3 ak-uka bo'lib, hammasila suvadan terakdek bo'y bastlik palvan yigitlardan edi.
Ular Tursun әпәндіні bir tuqqan qeyrindeshida ko'rib, onunğa көz quloq bo'lishadi. Tinchlik, rahmat sana Musa. Kelmasangmi bo'ladi. Ha, to'pxonada musobaqa boshlanib ketgandi. Seni saqlab qilishdi. Әпәндім o'zi bosh bo'lib bersa deyishyotdi. Tezroq mayli amsa. Ular atni qamchilab, ittik yurib ketdi. Aprel kirishi bilan Chinbog' ajoyib go'zallashib ketdi. Bog' atrofidagi teraklari potla tashlab, nozik yeshil yo'parmoqlarini chiqardi. Yo'l bo'ylariga tikilgan to'qimak daraxtlari, qar yog'och, seda, armudin daraxtlari tugishlarini yeshib, xilma-xil shakllik yeshil yo'parmoqlarini yeyishdi. Yo'l bo'ylaridagi bo'sh yerlarga yotqizilgan chim yeshil mahmaldek tavlanadi. Başbahardaki bu yeşillik közge vallada görünüp, köngüllerini yayırtıdığan bir xil pak, yumran yeşillik edi. Geliyan xanım küngey tarafdaki bir tüp örüknün çeçekligini görüp, köngüdeki hoşluqıdan huzurlanışqa tex ülgürmegen edi. Әтісла qorodaki ve bağdaki alma, örükler g'uchchida çeçeklep ketişdi. Pakar, vecik, misrang chiroyi qat-qat qo'riqlar bilan to'lgan bog'van gullikda ishlab yuradi. U ingishib tuproqdan amdilab bix yerib chiqqan yumron maysalar bilan gaplashayotgandek bir nimalarni deydi. Geliyan xonim tarjimondan so'rab yurib, uning gullarga "Tinch ammani unib chiqib oldinglarmi, bolalarim? Qo'rqmanglar, yaxshi kunlar endi keladi. Aptapda ittik o'singlar" deganligini bilib, necha kungacha kulib yurdi. Bog'van konsulxonadagi chet elliklarga o'zicha Uyg'urcha ismlarni qo'yib oladi va shundoq chaqiradi. Bu ismlar bara-bara umumlashib qoladi. U Geliyan xonimning Margarita degan ismini eg'izga kelmaydi ekan deb yaratmay Maryam xon deb chaqiradi. Geliyan әпәндіні Jilalaxun konsulxonaga to'la keladigan ismi bakmi murakkab bir qeri missionerni Gildingbosh әпәнді deydi. Geliyan xonim uning bundaq gaplariga amroq edi. Geliyan xonim bahora manzarasidan ilhomlanib, bugunga chaqirib qo'ygan mehmonlarni bog'da kutmoqchi bo'ldi. Xizmatkorlar uning topshirig'i bilan sepil tarafdagi cho'ng bir tüp o'rikning ostiga ustal o'rindiqlarni tizdi. Ustalga pokiz oq dasturxon silib, salfetka, taxsa, velk qo'shiq romkalarni tizib tayyor qildi. Londondagi dangliq ustining qo'lidan chiqqan sus kulrang shim kostumini kiyib, galstuk taqagan konsul Geliyan әпәнді bilan yaqa va maydisiga to'r tutgan o'ri yaqaliq oq ko'pda uzun qatlaq yopki kiygan, mo'rsiga nepiz to'r yepinchi tashlab, seriq chingalak chochlarini orqasiga turib olgan Geliyan xonim mehmonlarni qizg'in kutib olib, ingliz fasonidagi egiz yo'lanchuklik o'rindiqlarga boshladi. Bugungi mehmonlar yordamchi konsul Sherif әпәндіден boshqa konsulxonaning doimliq mehmoni bo'lgan Shvetsiyalik din tarqatquchilari o'miki doktorxonasining boshlig'i Yohan Andersen әпәнді. Shvetsiyalik missioner, dangliq Uyg'urshunos Rokaytis әпәнді. Angliyalik Aqso'ngak oilasidan kelib chiqqan, Birinchi dunyo urushi jang maydonidagi qandaqdir kechirmishlari tufayli harbiy ishlar va siyosiydan qo'l uzib, taqvodor xristianga aylangan. Angliyadagi rahat, farog'atlik turmushini tashlab, Qashqarga kelib, Shvetsiya din tarqatquchilari o'mikida din tarqatquchi bo'lgan Man әпәнді. Yana shu shvetsiyaliklar bilan birga ishlayotgan angliyalik Richard xonim, angliyalik sayohatchi va muxbir Mitchell әпәнді. Pamir egizligi va Tangri tog'laridagi o'simliklarni tekshirib, turga ayirish xizmati bilan kelgan o'simlikshunos Franik Lodillo. Hindiston orqali
Qashqarga sayohatga kelgan Angliya quruqliq armiya leytenanti Gregson va uning xonimi. Ular bilan birga kelgan jo'rabiyalik tekshirish o'makidagi 3 kishimi bor edi. Mehmonlar joylashib, o'zaro tanishib olgandan keyin tezla qizg'in parangga tushib ketishdi. Pamir qara qurum tog'laridagi mushaqqatlik yo'llar orqali to'shib kelingan Shotlandiya veskisi. Madaniyatlik jamiyatning qatma-qat qoida yo'sullari, tirikchilik g'emi, raqobatlardan jiroq rivoyat tusi qo'yuq bu qadimiy shahar. Atrofdagi o'zgacha bahor manzarasi, hamma yerni qaplagan chechaklarni arlab uchib yurishgan hara kepinaklar. Mehmonlar va sohibxonaning kayfini biraqli ko'tarib etgan edi. O'zlariga ma'lum bo'lgan London va New York to'g'risidagi eng yangi xabarlardan keyin ularning parang temasi tabiiy holda konsulxona manzarasi va uning qurilishiga, shvetsiyalik missioner, vrach ham arxitektor Xavgerekning loyihalashi, Qashqarlik tamchilarning tirishchanligida selingan ko'rkam va aplik konsulxona imoratlari. Bu ishlarga yetakchilik qilgan Qashqardagi tunji konsul Makartni apandi va uning oilasiga, ularning yaqin do'sti Nimishqidir Qashqarda uzoq yillab o'zi yolg'iz yashab, oxir yakka yegan holda o'lib ketgan gollandiyalik missioner Hendereskaga yetkeldi. Ko'p yildan buyon bu konsulxonaga kelib ketgan xilma-xil odamlar, bu yerda yuz bergan ajoyib voqealar aslandi. O'ltirganlar ichida Rakoytis apandi Qashqarga hammadan ko'na hisoblanadi. U o'zining bu yerda Avril, Stein, Svenheden, Germaniyalik von Leykop, Amerikalik Latimur qatorliq mashhur shaxslar bilan ko'rishgan chog'larini, ularning o'zida qoldirgan ta'sirotini qiziqarli qilib so'zlab ko'pchilikni jalb qilib oldi. Bo'libmi 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida dunyo miqyosida Xinjiangning qadimki zamon madaniyati va asar atqilariga kuchlik qiziqish ko'tarilgan. Har qaysi ellardan kelgan arxeolog ekspeditsiyachilarning qadimiy xarobaliklardan qazgan va yerlik kishilardan setib olgan haddi hisobsiz madaniyat mirosini sanduqlab o'z davlatlariga elib ketayotgan sharoitda xotellik kitob purish Islomaxonning chet elliklarni qandoq qo'ldirlatganligi to'g'risidagi hikoya hammalarga qattiq ta'sir qildi. Aşı yıllarda Angliyaning Qashqardagi konsuli Makartni, Rossiya konsuli Petrovski va dunyoning nurg'un joylaridan kelgan arxeologlar Islomaxonning qo'lidan noma'lum qadimki yoziqda yozilgan, sarg'ayib, chirib ketgan hujjat kitoblarni setib oladi. Bu kitoblar Kalikutta, Sankt-Peterburg, London, Parijning kitobxona va kutubxonalarida paydo bo'ladi. Dunyodagi ko'plagan olim bu qadimki yoziqning ma'nosini yeshish yo'lida tirishchilik ko'rsatdi. Angliyalik mashhur O'rta Osiyo tadqiqotchisi Sir Rodolf Hoenli bu qadimki yoziq uchun qimmatli 5 yil vaqtini sarf qildi. Ularning hech qaysisi bu kitoblarning ijodchisining elibbaning suniqini bilmaydigan bir ushshoq tijoratchi ekanligini xiyoliga keltirmaydi. Stein yana bir qitim Xinjiangga kelganda Xoten Ambli Fan Darinning yordamida Islomaxon bilan ko'rishdi va uningdan ustalik bilan ayni yillarda o'ziga setib bergan kitoblarning kelish manbasi to'g'risida gap oladi. Aslida Islomaxon va uning sheriklari Xoten qog'ozini to'g'roq yilimining suyiga chilab sarg'aytgandan keyin qog'ozni ko'na kitobga o'xshash kesib, tuplab, xatga o'xshatib bir nimalarni sizib qo'ydi ekanda, sevatga selib, o'choqning mo'risiga 1-2 oygacha esib qo'yadi ekan. Dunyodagi nini olim arxeologni necha yillar qaymoqtirgan bu qadimki yoziqda yozilgan kitoblarning borliqqa kelish jarayoni ana shunda oddiy ham mukammal ekan.
Bu vaqaga qarata sorundagilarning inkasi har xil bo'ldi. Şübhəsizki, ularning ko'p qismi, bo'libmi din tarqatquchilar bu yerdagi aholini tushkun, xurafi, diniy asorat ilkida gunohga petib yashayotgan do'zaxiylar deb bilganlikdan islom axunining qilmishini kechirgisiz aldamchilik deb ayblashdi. Leytnant, muxbir va jug'rafiyashunoslar u haqiqatan talantli savdogar ekan, dedi. Rakoytis efendi o'zi yig'ib to'plagan bir necha ko'plet uyg'urcha qo'shoq va maqol tamsilini tarjima qilib berganda bo'lsa, hammaylar ixtiyorsiz opirin o'qishdi. Gilyan xonim hammadan bak hayajonlanib, biz ularning hissiyotini hech qancha tushunmaymiz. Meningcha, ular biz o'ylagandek nodon emas. Yana biri, sizlarmi diqqat qildinglarmikin, ularda bir xil tug'ma esil sifatlik bor. Ularning erlari, bovaylari nima degan salopatlik ham mardona, ayollari nima degan silkatlik. Ularda go'zallar bak ko'p. Ularning naqshi musiqalari, usullarimi bak go'zal. U sel o'yinni bilish uchun beshini ko'tarib, neredeki gullikda ishlab yurgan bog'vanni ko'rdi-da, so'zini davom qildi. Bu qiyri odam doim gullar bilan, hayvonlar bilan gaplashadi. Yangi unib chiqqan maysalarga qarab, tinch aman unib chiqaldinglarmi? Endi qo'rqmanglar, men bor, deydi. Menga bu gaplarda nihoyatda cho'nqur she'riy ma'no bordek tuyuladi. Yosh ham jo'shqin yordamchi konsul uning so'ziga qo'shildi. Inchki kuzatsak, bu odamlarda haqiqatan bir xil sifat bor. Ular ham bak aqlliq, ammo ularni tushab turgan narsalari bak ko'p. Ular o'zlarining qadr-qimmatini ham vujudidagi yoshirin kuchini bayqay olmagan ham undaq sharoitmi yo'q. Albatta, bir qadimiy millat sifatida ularning vujudida ma'lum alohida taraflar mavjud, deb so'z qatdi Anderson apandi. Lekin nemishqidir ularda vatan, millat engi yo'q. Bular namoz o'qish bilan qo'rsqidan boshqa narsani o'ylamaydi. Millating nima desa, men musulmon yoki qashqarlik deb javob beradi. Ularning ko'p qismi yavash, itoatman keladi. Bu aloyligi bilan ular boshqa millatlar tarafidan boshqarilishga muvofiq keladi. Men qadimiy qashqarliklar bilan Shvetsiyaliklar o'rtasida qandaqdir bog'lanish borligi to'g'risida ba'zi rivoyatlarni anglagan, dedi muxbir ham sayohatchi Michel apandi kulimsirab. Shvetsiyalik missionerlarning mushundaq jafoliq joyida yerlik kishilarning dushmanlik bilan qarshi ostida shuncha ko'p ishni qilishi ana shu qadimiy rishtining sababidanmi qandaq? Bu rivoyat emas, dedi Rakoytis apandi. Davlatimizning qadimgi yilnomalarida ajdodlarimizning O'rta Osiyodagi Kaskar degan shahardan ko'chib kelganligi to'g'risida xotiralari bo'lgan. Ba'zi olimlarimiz bu haqda cho'nqir izlanib, maxsus asarlarni yozgan. Ammo bu hech narsani tushuntirib bera olmaydi. Taklimakan qumliqi bilan Shimoliy qutb o'rtasida farq qancha zo'r bo'lsa, bugungi Uyg'urlar bilan Shvetsiyaliklar o'rtasidagi farqmi shuncha zo'r. Hindistonlik oshpaz o'qishib etgan Pudinning dasturxonga kelishi bilan parangning temisi o'zgardi. Ular Gilyan xonimning mo'l dasturxoni va mehmon do'stligini madilishib, tamoqqa tutish qilishdi. Shuningdan keyin xeyligacha parang toza qolashmadi. Tamoq yeyilib bo'lganda, bugungi bu so'rinda nihoyatda oz so'zlab tortinib o'ltirgan seriq chosh yosh jug'rafiyashunos. Men bu qitimqi safarimdan nihoyatda mamnunman, deb so'z boshlab qoldi. Şinjanning tog'lari karomat hayvatlik, ko'rkam ekan. Odamda ixtiyorsiz hurmat qo'zg'aydi ekan. Taklimakan qumliqi menga xuddi mavj urib turgan holatida qotirilgan dengizni eslatdi. Balkim u
texmi saltanatlik, sirliq yana bir xil dengizdi. Men mushundaq bir zamindan yaramas xalqning chiqishini taza tasavvur qila olmayman. Meningcha ular hamon bir kuni uyg'onadi, o'zlarining qadr qimmatini to'g'nib yetadi. Ko'pchilik murakkab xiyollar ilkida birdam jim o'ltirishib qoldi. Aradan kimdir biri mumkin emas. Bu xalq mangu mushundaq o'tib ketadi. Ularni uyg'onadi degandimi? Onunğa yana oz deganda 1000 yil bor. Kechiringlar. Bu gaplarni qilishmayli. Ko'z oldimizdagi go'zal bahor manzarasini hozirlanayli. Muzika anglayli, dans o'ynayli. Geliyan xonim chatdagi ustalga qo'yilgan patifonning oldiga berib, o'zi yaxshi ko'radigan bahor sadasi degan vals muzikasini qo'ydi. Tonush go'zal melodiya. Yer jahonni qoplagan oppoq chechaklar. Zangar osmonda erinchaklik bilan uzib yurgan yupqa bulutlar mehmonlarga o'zlarini xuddi Vina shahrining yenidagi o'rmonliqlarda sayr qilayotgandek xiyoliy bir to'yg'uni baxsh etdi. Geliyan apandi bilan xonimi ularning orqasidan leytenant bilan uning yosh chiroyli xonimi o'tirg'a tushib vals ohangiga keltirib yengil aylanishga boshladi. Sherif apandi bilan Richard xonimmi o'ltirolmay o'tirg'a tushmoqchi bo'lishdi. Dal shu paytda Sepilning orqasidan bir Uyg'ur erkishining yangroq naqshi ovozi anglanib, patifon ovozini besib ketdi. U qo'pol, sal g'ash-g'ush, ammo jalbkor ovoz xuddi o'z mavjudligini isbotlamoqchi bo'lgandek yo'chun, sodda, ammo xiyli yiqimli bir ohangga jinining boricha tovlaydi. Dans o'ynayotganlarmi, o'ynamoqchi bo'layotganlarmi to'xtab qoldi. Hammanglar ixtiyorsiz boshlarini burab, ashu naqshiga quloq soldi. Sepil kaynidagi yo'ldan eshak minib ketayotgan yo'lovchi yoki katmanni mo'rsiga selib mang'an biror dehqon etgan bu naqsha ularga o'zlarining Qashqarda turayotganligini eslatib, ularni reallik qo'yniga qaytarib kelgan edi. Bahovuddin hojim Eksaqqa keldi. U keladigan kuni yurt mo'tivarlari, Eksaq xalqi, Hüseyniyaning o'quvchilaridan 100 kishi qayroqning yuqorisigacha berib uni kutib oldi. Kutib olishga mang'an xalq to'pining oldida forma kiygan futbol komanda a'zolari marshga dastlab ketib-atadi. Ularni boshlab mang'ani to'p selingan xaltini bo'yniga asqan Kerem topchi edi. Shu tapda butkul yurt xalqiga bosh bo'lib mang'anidan iftixorlanib, uning oftobda ko'ygan chiroyi anordek qizarib ketgan edi. U anasili emas, mahalladagi hamma odam degidek namozida nomini atab duo qiladigan. Bu yurtdagi kishilarning turmushiga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan bu ulug' odamni ko'rish orzusida yuragi tepchaklab qinidan chiqib ketayotgandek so'qatdi. U aqliga kelgandan beri Bahovuddin boyni ko'rib baxmagan bo'lsa-mu, bu yurtdagi har bir kishiga o'xshash Bahovuddin boyning nomi uning qalbining cho'nqur qetiga singib ketgan edi. Kentdagi har bir uyda Hüseyniyada Bahovuddin boy bilan bog'lanishlik bo'lgan nurg'un ish bor edi. İlgiri Eksaq tavasidagi kishilar suv majrasi tufayli jangi jadal adovat ichida yashaydi ekan. O'lim yetim ishlarimi doim yuz berib turadi ekan. Uzoq yillar ilgari Bahovuddin boy o'tirg'a chiqib, bir yurtliq qon qerindosh turib, Xudo bergan suvni nima uchun boy kambag'al deb ayrimay, sening mening demay tang ishlatmaymiz deb kentdagi yer va oilalarni radga tizib, suvni navbat bilan ishlatishni tizimlashtiribdi. Eng adil, eng qattiq qo'l kishilarni murabliqqa tanlabdi. Ana shundan tortib bu tizim buzilmabdi. Eksaqda suv majrosimi yuz bermaydigan bo'ldi. İlgari bu yurtda yetim yesir, yo'qsul kishilar
pulga muhtoj bo'lganda jazoxo'rlardan yuqori o'simlik qarz elishga majbur ekan. Shu tufayli nurg'un odam vayron bo'lib ketgan ekan. Bahovuddin boy bilan Husayn boy chet ellarni ko'rib kelgandan keyin Eksaqda Vardat va jamoat iskilatini quribdi. Xalqning o'lim yetim ishlaridagi isqotining yerimi, soda shirin kanisining yerimi, hashamatlik to'y qilganlarning yog'liq puli, jamiyat tartibini buzganlardan elingan jarimalar Vardatga yig'iladi ekan. Xalqning o'shra kapsanlari bo'lsa, jamoat iskilatiga to'kiladi ekan. Shuningdan keyin Vardat hojatmanlarga o'simsiz qarz berib turadigan. Qarzni to'layolmasa, ojiz yo'qsullarning qarzini ko'tarib etadigan, hatto qiyinchilikda qolganlarni yo'laydigan bo'ldi. Jamoat iskilatiga yig'ilgan o'shra kapsanlar bo'lsa, maktablarga ishlatilibdi. Bahovuddin boy juma namozida va har xil so'rinda taraqqiy topgan ellardagi kishilarning turmush odatlari va tijorat yo'llarini tanishtirib, kishilarni tejashlik, iqtisodchilik yashashga, pokizlikqa, to'y-to'kun nazar chiroqlarni hashamatlik qilmaslikqa, bolalarni ilmlik, hunarlik, adab, axloqli qilib tarbiyalash, qiz ayollarni asrash, ilm egalari va san'atkorlarni qadrlash, hurmatlashga undaydi ekan. Husayn boy, Bahovuddin boydek chet ellarda nini zavodlari bor kishilarga qanchalik hashamatchilik qilsa yarashgan bo'ladi. Ammo ular farzandlariga muvofiq, loyiq chiqsalar, bir qozon oshni etib, 4 odamni chaqiribla nikoh o'qitib qo'ydi ekan. Mol dunyosini ko'z-ko'z qilishni zodi ravo ko'rmaydi ekan. Nemishqa bu dunyodagi boylarning hammasi shulardek bo'lmaydigan-da, ha? Kerem Topchi bargan siri yiroqlab ketayotgan xiyollarini yig'ib, guz-guz dastlab ketayotgan hamrohlarga bo'yindab qarab qo'ydi. Hammasining chiroyida vildab turgan bir hayajon, xo'shlikni ko'rib, maydasidagi to'pni ixtiyorsiz ching bosdi. Yaqinqi kunlardan beri yurt begi, imom ishonlar yangi maktabning bolalari fanni darslarni o'qisin, ammo heliqi shayton to'pni o'ynab, odam yig'ib, yurtni parokanda qilmasin deyishib, maktabga besim ishlatganligini. Hatto ba'zilarning Qashqardagi Umar boy do'taylargacha arz qilganini, maktabga qurolliq cheriklarning hamrohligida uzun, qora tovar chopon kiygan alpozi buzuq amaldorlarning kelganligini ko'z oldiga keltirib, helala xushluq ichida tepchiklab turgan ko'ngliga bir g'ashlik soyi tashildi. To'pda nima gunoh? To'p o'ynaganning gunohi nima? Bulun pushqoqlarda o'shq o'ynab, nash chekib yursa bo'lamdi amisa. Kerem Topchi ixtiyorsiz burilib, hamrohlarga yana bir qaradi. Vujudidan jo'shqinlik, chiroylaridan nur temib turgan bu bolalar madraslardagi bolalardan osmon zamin farqlanadi. Yo'l mangsa qaddini tik tutib, ruhliq mangadi. Muomalada dadil, ochiq yo'riq, so'zlari chaqmoqdek edi. Bir qitim bu yeziga kelgan bir chet ellik ularning mashq musobaqalarini ko'rib, Angliyada barliq kelganiga ancha uzoq bo'lmagan futbol harakatining Osiyoning ishkiridagi bu chet yezida buncha bola umumlab ketishini zodala tasavvur qilmagan ekanman. Futbol bu yerdagi kishilarga ajoyib bir jo'shqinlik elib ketdi, deb hayronligi va qoyilligini ifodalagan edi. Tursun Efendi ajab to'g'ri aytdi. To'pda gunoh yo'q, to'p o'ynashda gunoh yo'q. Gunoh ashularda. Yenilikni, taraqqiyotni ko'rolmaydigan, allaqandoq razil maqsadlari uchun xalqni mangu itoatman, nodon holatida qoldirishni o'ylaydiganlarda. To'pni o'ynaganimiz o'ynagan. Futbolni Eksaqqa Hoshim Balaxon bilan Bahovuddin hojim elib kirgan. Bahovuddin hojim Eksaqning futbol harakatiga boshdan oyoq ko'ngil bo'lgan. Yontayoq bo'lgan. Bu qitim biz u zotga ajrining bekorga ketmaganini bildirib qo'yaylik.
Ruhluq, coşqun halatimiz, eng yuqori mahoratimiz bilan uni xo'shal qilayli, uning ko'ngliga tasalli berayli. Top ichida birni ko'tarilgan g'ulg'ula Kerem Topchining xiyolini bo'ldi. U kishilar keldi deyishib ko'rsatayotgan tarafga qarab, bir necha otliq kishining va 3 otliq bir mapining do'qmishdan qayrilib, cho'ng yo'lga tushganligini ko'rdi. Xalq to'pi davolg'ib ketdi. Tursun apandi bilan yurt cho'nglaridan bir nechisi ittigrak minib ilgirlab ketishdi. Bir qism yoshlar bilan uşaq balalar ularning keyindan yugurdi. Aldığa manğallarını ko'rib, map to'xtadi. Bahovuddin hojim boshqalarning to'sqiniga qaramay, mapidan tushib, jamoat bilan salomlashdi. Gahilari bilan qo'l siqishib yoki quchoqlashib, mo'ri qiqishib ko'rishdi. Keyin qarshi olg'uvchilar bilan billa asta xalq to'pi tarafga qarab keldi. Kerem Topchi komanda a'zolariga sapni buzmaslikni jekilab, maktab naqshisini boshladi. Ko'pchilik uningga tezla ergishib ketdi. Topchilarning bir xildagi qadam ovozi bilan yangroq naqsha sadosi bahor tusini olgan dalini larziga keltirdi. Cheki chochlari va soqollari oqargan, judab ojizlab qolgan bo'lsa-mu, ko'zlaridan farosat, mehribonlik nuri chechilib turgan. Kiyinishi oddiy, ammo yanada shundoq so'latlik, mehri issiq Bahovuddin boy xalq to'pi oldiga kelib, "Assalom xalqim" deb cho'nqur hurmat bilan bosh egib ta'zim qildi. Boyning tuqqanlaridan bir necha mo'may huy tortib, qo'shaq etib yig'ilishib ketdi. Oqsoqolliq ikki mo'ysipit ittik berib uni yo'lab turg'izganda, Kerem Topchi boyning qora ko'zlariga yosh to'lqanligini ko'rdi. Kerem Topchining boshlamchiligida futbolchilar boyga yangroq ovozda salom berdi. Qatar tizilib turgan bir-biridan chiroyli, chaqqan chapdas bolalarni ko'rib, boyning lablari titrab, ko'zlaridan yosh quyildi. U futbol komandasidagi har bir bolani bir-birlab bag'riga besib, "Kimning o'g'lisan bolam?" deb so'rab, peshonlariga so'ydi. Jamoatning to'sqiniga qaramay, topchilar qatorida xeyli yerga piyoda minib, bu qitimqi safarida Hindiston, Turkiya, Germaniya qatorliq davlatlardagi bir muncha cho'ng shaharga borgan yerdagi maktablarda ko'rganlarini, Germaniya, Turkiyaning cho'ng shaharlarida o'zi ko'rgan futbol musobaqalarining ahvolini intayin qiziqarli qilib so'zlab berdi. Uning bilan birga mangan bolalar uning har bir eg'iz so'zini zan qo'yib anglab, esida mahkam tutib olishga tirishdi. Darvaqa bahorning ashu chiroyli, illiq bir kuni shu maydondagi bolalarning xotirasida umr bo'yi saqlanib qoldi. Bahovuddin boy shu kuni herib charchig'iniga qaramay, o'qituvchi o'quvchilar bilan birga Husayniyaga berib, Hazrati Habib Ajam Mazri yenidagi dadasining tuprog'ini yo'qladi. Masjiddan bir rakat namoz o'qib bo'lib, dehqonlar komandasi bilan Husayniya komandasining musobaqasini ko'rdi. Bu 1927-yilining aprel oyi bo'lib, Bahovuddin boy shu yili 77 yoshda edi. Kitap o'qish munbirimizning hurmatli mushtarilar, suyimlik anglag'uvchilar. Bugun mush yergacha o'qiyli, davomiga diqqat bergaysizlar. Xayr xo'sh, omon bo'laylik.